Saidjon, qachon bu biletlarni aksiya qilasizlar degan savol uchun voобще moshni aksiya e'lon qilaman sizlarga. Vodiyga ham, Vohaga ham do'stlar. Eslatib o'taman sizlarga. Vodiyga do'stlar 8000 rubldan O'zbekiston havo yo'llari 23 ga 8 bagaj bilan mart oyini xohlaganchlaringizga bugun chislamiz 12-mart. Destva qiladi va eslatib qo'yapman chislani. Vohaga, ya'ni Nukusga, Xorazmga, Buxoroga qo'ldan kelguncha 8200 rubldan bagaj bilan O'zbekiston havo yo'llari biletlarni xarid qilish imkoniyatiga egasizlar. Onlayn olasizlarmi, offlayn olasizlarmi, bizga farqi yo'q. Pastdagi nomerlarga aloqa qilsanglar WhatsAppdan, videosidan bemalol gaplashib biletlarni yozib beraveramiz. Telegramdan bilet sotmaymiz, faqatgina WhatsAppdan pasportlar qabul qilamiz. Va dokumentda kamchilik bor do'stlarimiz ham bemalol murojaat qilaverasizlar. Bizning aviakassamizdan bilet olmasangiz ham xalqning xizmatida biz bemalol chiroyli qilib xizmat ko'rsatib o'tamiz. Biz aviakassadan bilet olmading degan gap bo'lmaydi. Murojaat qilasizlar va kirdish qilmoqchi bo'lgan do'stlarimiz uchun Moskva Samara, Samara Moskva biletlarini ham olib beramiz do'stlar. 100% hamma narsaga kafolat beramiz. 10,000, 11,000 rubllarga polni bilet, taksi xizmatlari ham bo'ladi. Ya'ni kirdish qilmoqchi bo'lgan do'stlarimiz uchun. Maksimal darajada videoga like bosib, podilsaq qo'yishni iltimos qolaman. Aynan aksionni bilet olaman do'stlarimiz uchun. Balkim juda ko'pchilik ro'za oyini oxirlarini O'zbekistonda kutaman degan savol uchun menimcha zo'r aksiya e'lon qildim degan umiddaman. Sog' bo'lasizlar.